Arzonchi narsani ham premium deb sotayotganlarni ham gapirib chiqaylik. Bizani mijozda biladi, u narsa kerak emas. Sifat qadrlaydi o'zi. Sizlar ham kreslo massajyorlarga 1 yil kafolat berib, keyin yo'q bo'lib qolasizlarmi? Yo'q, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Biza kreslo massajyorlarimizga 1 yildan 3 yilgacha kafolat beramiz. Ba'zi kreslo massajyorlarga 5 yilgacha kafolat beramiz va oxirigacha turib beramiz. Servis xizmatimiz bor deb borgandan keyin xizmat haqqi olasizlarmi? Bizda O'zbekiston bo'ylab servis xizmati mavjud, lekin biza borgandan keyin hech qanaqa xizmat haqqi yo boshqa narsa olinmaydi. Bizda shunaqa holatlar bo'lgan, boshqadan olgan kreslo massajyorlarni ham borib turib shundoqga tuzatib berganmiz. Unda nimaga sizlarda bunchalik narxlar arzon? Xo'p, bizda narx arzonligi, biza Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan ishlaymiz. Birinchi pol bo'lganligimiz, keyin assortimentimiz ham ko'p bo'lganligi uchun bizda narxlar arzon. Aktualniy savollardan bittasi, nimaga videolarda massajyorlar narxini aytmaysizlar? Xo'p, biza narx aytmaganimizning sababi birinchidan bu narsani nima uchun narx bunaqa